Dadajon, bir iltimosim bor. Bugun kollejimizda katta bal bo'ladi. Meni qo'llab turishingizni xohlayman. Do'stlaring oldida boyligimizni oshkor qilishni xohlamasding-ku, lekin sening istaging men uchun muhim. Shu fe'ling menga onangni eslatadi. Selena xonimni ham olib keling. Qizlari bilan birga o'qiymiz. Oyisini ko'rsa xursand bo'lishi aniq. Dadajon, men esa endi salonga borishim kerak. Navbatga yozdirib qo'ygan edim. Yozda bo'ying erta bahornikida, Yoningdan o'taman ataylab ate. yuzing rangi ro'yi qirmizi olamanikida, Yoningdan o'taman ataylab ate. qora ko'zlaring surma-surmade, ko'chalarida yurma-yurmade, ko'zga yaqinsan, ko'zlanasan-de, go'zalsan, qizg'anaman-de. Valeriya, biram ochilib ketibsan. Bazmda sendan chiroyli qiz yo'qligi aniq. Doimgidan ham go'zalsan. To'g'ri aytasan, Valeriya bugungi obrazi bilan aniq birinchi o'rinni oladi. Kollejimiz go'zallik nominatsiyasi faqat unga mos. Bu muhokama qilinadigan mavzu ham emas. Aslida kollejimiz uchun dadam keragidan ortiq yordam bergan. Shunga ham mendan boshqa qiz bu o'ringa mos emas. Ha, aytgancha, anavi ovsar Elira ko'rinmaydi. Elira bugun kelmaydi. Uni kecha olib ketishgan. Qizlar buncha ochilib ketibsiz? Ha, aytgancha Elira ko'rinmaydi. Bazmga keladimi o'zi? Elirani obrazi juda ham betakror chiqibdi-ya, nima deysizlar? Nimasi betakror, oddiy libos-ku. Vahima qilma. Bu oyimchi o'zidan kimni yasab olgan yurishini qara, xuddi dunyoni sotib oladigandek. Kechagina do'konda bu ko'ylakning narxi $5000 turgandi. Buncha pulni qayerdan oldi qiziq? Menimcha o'g'irlagan. Qizlar buncha chiroyli bo'lib ketibsiz. Ayniqsa Elira umuman o'zgarib ketibdi. Yoningdagi kim? Nega u haqida aytmagan eding, Elira? To'g'risi, juda kelishgan yigit ekan. Nega oldin ko'rmaganman? Hayronman. O'zi yaqinda tanishib qoldim. Tayler juda ham samimiy va mehribon yigit. U ham meni do'stim. Menimcha sovrindan umid qilayotgan ko'rinsasan. Kayl meni tanlagandan keyin topganing shumi? Butun zalda iforis tarqalyapti, Tayler janoblari. Elira, men ichimlik olib kelaman. Bemalol suhbatni davom ettirishingiz mumkin. Kim bo'ldi bu so'tak? Elira bilan kulishib o'tiribdimi? Shuning uchun ham men bilan kelishni xohlamagan ekanda? Tayler, e'tibor berma. Sen kollejdagi eng ko'ngli toza yigitsan. Ko'rinishing ancha buncha yigitlardan ko'rkamroq. Doim ko'nglimni ko'tarishga harakat qilasan, Elira. Sen ajoyib qizsan. Sen haqingda atrofdagilar gapi senga umuman qiziqmas. Endi qarmoqqa ilindi deganimda yana baliqchani yo'qotyapman. Otangni shuncha mol-mulkini birovga berib qo'yadigan ahmoq yo'q.